8 qavatli elitni g'ishtli lifli domning 3-qavatdan gaz, svet, suvdan muammosi bo'lmagan 70 metr kvadratni o'z ichiga joylagan high-tech hamda minimalizm uslubidagi 2 xonali yevro ta'mirlangan jihozlangan xonadonimizning asosiy kiravesh qismida sizni kattagina koridor kutib oladi. Prixojlarimiz qilingan holatda. Proyekt bo'yicha mehmonxona, yotoqxona, kuxnya, umumiy holatdagi sanuzel qismi. Ko'rishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz italyanskiy atachento uslubida ta'mirlangan, mehmonxona qismiga dekor uslubida alohida ishlovlar berilgan. Derazalarimiz esa 2 qavatli akvaplast romlardan. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Kadastr hujjatlarimiz tayyor holatda, maktab, bog'cha, hamma narsa dasturda joyga joylashgan. Proyekt bo'yicha yotoqxona. Manzilimiz Buxoro shahrining markaziy ko'chalariga aylanib bo'lgan Terakzor restorani yon tomonda joylashgan. Har bir uy bekasi orzu qilgandek kuxnya qismimiz, xolodilnik, stиральный mashinka, moyka, gazli plita, vытяжка, двухконтурный kotellarimiz o'rnatilgan holatda. Umumiy holatdagi sanuzel qismimiz pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan, qo'shimchasiga arensonlarimiz mavjud. 2 xonali 3-qavat umumiy maydon 72 metr kvadrat. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.